millionersiz, qanday biznesingiz bor? Men o'zim o'qituvchiman va restoran biznesim bor. O'qituvchilikdan restoran ochsam bo'ladimi? 1 million atrofida. Kia Sorentoli millionerimiz. Qani, qanday bizneslari bor ekan? Assalomu alaykum boy aka. Men shifolarim bor. Albatta, tushasizmi? Siz millionersiz, qanday biznesingiz bor? Men o'zim o'qituvchiman va restoran biznesim bor. Maftuna bar restoran sizniki. Ha, O'qituvchisiz. Buxoro davlat pedagogika instituti sport fakulteti dars beraman. O'qituvchilikdan restoran ochsam bo'ladimi? Buncha yo'q. Ha, Intilish kerak. yaxshi. Restoraningizdan bir oylik daromadingiz necha pul? Bu sir bo'lasan, barakasi uchun. Restoraningizda hozirgi kundagi qiymati necha pul? 1 million atrofida. 1 million dollar. Shunday. Buxoro shahrida sizga yoqadigan, o'zingizda restoraningizdan boshqa restoran bormi? Европейский restoran Andara. Sizga yoqadigan kiyim magazini. Butik aslan. Nima nomi nima? Nomi esimda yo'q. Sizga yoqadigan mehmonxona. Ya, gastinisalar. Zavq olmaylar. Biz faqat uyga tunaymiz. Yaxshi, bu odatingiz yaxshi. Eng oxirgi marta nima qimmatbaho oldingiz? Bittasi Sorento, yana bittasi Suru. Yaqinda Ikkita mashina oldingiz. Hayotingiz davomida siz erishgan moddiy boyliklaringiz, nechta mashinangiz bor, nechta uyingiz bor? 3 ta mashina. 3 ta mashina, uyingiz? 2 ta uyingiz bor, ha? Intervyu uchun kattakon rahmat. Ishlaringiz omad. Kelinglar. Chao, may. Keyingi millionerimiz siz bo'lishingiz mumkin. Like, podpiska, o'sha gap jigarlar.